Tepa tog' bozoridan syomkalarni boshladik. Yo'q. Assalomu alaykum. Xo'ro'zlar nechi puldan ekan tog'a? Xo'ro'zlar? Xo'ro'zlar 100 mingdan. O'lichi? Ha? O'li. Uli 200 ming. O'li 200 ming, xo'ro'zlar 100 ming. Ularchi? Bir o'li. Ular 250 ming, 200 ming. Xo'ro'zlarchi? Ular 100 ming. O'rdakchi? 50 ming. 50 ming, xo'ro'zlar 100 ming. To'g'larchi? O'g'li 75 ming. 75 ming so'm to'g'rilar. Bular nechi pul? 60 ming so'm. Bular nechi puldan aka? Bular makina xo'roz 100 dan kam bor. Cho'ja xo'roz. Bularchi aka? Bular 100 dan. 100 dan. 15 kun bozorga kiradi. To'lib ketadi. Bular nechi puldan aka? 100 ming. 15 ming qolib qoladi. Hozir yo'q. Bularchi? 600 ming. Bularchi? 500. Donasimi yo'q? 3. Ha. Ikkita 3. 500 ming. Bu 600 ming. To'g'ri nechi pul aka? Bu 80 ming. 80 ming. Xo'rozlarchi? Bu 100 mingdan. Bularchi? Bu ikkita xo'roz qolgani makina. Aytganlar aka u. Telegram guruh aka. Bularchi? Bular ham 100 mingdan kam. Xo'rozchi? Xo'roz 300 ming. O'g'illarchi? Bular 500 mingdan ziraysiz. Broilerchi? 150 ming. 150 ming. Xo'roz nechi pul ekan? Beraveryapti. Yo'q, syomka qilyapsiz, to'g'ri. Syomkaga nechi pul ekan? 100 ming deyapti. 100 ming. O'g'illarchi? Bular 250. 250. Beryapti. Assalomu alaykum. Nechi pul ekan o'g'illar? 300 mingdan kami bor aka. 300 mingdan kam bor. Bularchi aka? 250 ming. To'g'larchi? To'g'lar nechi pul ekan? Hech bir aka xo'roz. Nimadan deyapti? Xo'rozchi? Xo'roz 150 ming. 150 ming. Do'kondan ko'raveradi. Gap deyapti. Xo'rozlar nechi pul ekan? 100 nimadan deyapti. 120 ming. Bizdan o'zi 90 mingga borar ekan. Bularchi? Ular 60 dan deyapti. Beraymi 120 ming qilyapman. 20 mingdan baland qilyapman shet. 4 kilo deyapti. 30 mingdan to'g'ri keldi. Nechi pul bo'lyapti ekan? 150 deyapti, men 120 qilyapman. 150. Beray. 120 mingga bo'lmaydi. 200 mingdan bo'ladigan. Borib so'yib yuboramiz deb. Xo'rozlar nechi pul ekan to'g'ri? Bo'ladigan 200 mingdan. Bo'ladigan 200 ming. Son, ketamiz. Xo'rozlar nechi pul ekan? Bular 200. Bularni oldim o'zim. Sumush qilib, 150 ming. O'rdagilarchi aka? 60 mingdan. Indiskilarchi? 150 ming. O'rdagilar nechi pul ekan? O'rdagilar 65 ming kami. G'ozchi? 250 kami. 250 kam bor. Xo'rozlar nechi pul ekan? Xo'roz nechi pul ekan? Egasi hozir ketdi. Egasi ketdi. Bularchi? Bularni bilmaysizmi? Bu kichkinalar 30 ming ekan. 30 mingga bermayapti. Ha, menga bermabdi. O'g'illarchi? Ular 350 shuni aytadi. 350. Hech bilingmi? 350 deyishadi. Donasini. Xo'rozlar nechi pul ekan to'g'ri? Aning oldin deb baqirsangiz. Voy yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Sizlarmisiz? Keldingizmi va to'g'ridan olib kelib qo'ydingmi? Nechi puldan bular? Pulyapti. Beraver, o'shani olayotgan edi.
Yo, syomkaga qilyapsiz-da hozir. Hozir kelganmi? Ha. Yo'q, o'sha har xil 70, 80, 80, 100. 50 o'ziga qarab. Ha, yaxshi. Reter mashina. Xo'roshlar nech pul ekan? Xo'roshlar? Yo'q, so'yganim boqqan. Yo, syomkaga to'g'ri. 55 mingdan. Bularchi? Bular 45 mingdan. 45 ming. Bular nech pul ekan tog'a? Ramizkilarni olib 70 dan berdim. 70 dan berdingizmi? Bitta qoldi. Ha. Bitta yoshrog'i ham bor. Bularchi? Bular 35 dan. 5 dan. Bular ham bo'lsa keyin amal zo'ramiz. Bular nech pul ekan? 120 mingdan. Bularchi aka? 30 dan. Bedanachi? 6 ming. Bularchi? 25 ming. 25 ming. Bular nech pul ekan? Ha, bu tomondanmi? Egasi yo'q. Bular qanchadan aka? 100 ming. 5 kilolik. Bular nech pul ekan? To'g'ri nech pul ekan? Men bilmayman aka. Bularchi? Ular 25 dan so'rashdi. O'rdalar 200 qilishdi. 200. Lekinlarda 150 mingdan kami bor deb aka. Katta nech pul ekan? 50 mingdan ber. Ko'rasiz. To'g'rilansizmi? To'g'rilansizmi tog'a? Nech pul? Ha, bularchi? Nech puldan? 100 dan. Xo'rozchi? Xo'roz ham 100 ming. Xo'roz ham 100 ming. Bularchi? Biramalar. 100 mingdan. Xo'roz ham shunaqa. Bir xil 100 mingdan. Bu daryo xo'rozdan hepsi ko'ring. Tog'a bitta narxlarda aytasizmi? Daryo xo'roz. Narxlarni bitta tushuntirib qo'ying tog'a. Ha, keling, xo'rozmi? Xo'rozlarni ayting bitta. Nechta oladilar? Syomkaga. Ham bor. Ikkitasi bor. Buni pul olyapman. Tovuqlar nech pul? Xo'roz nech pul? 80 ming. Xo'roz olyapsiz? Yo'q, syomkaga. Syomka qilyapman. Narxi nech pul oldi? Xo'rozlar 80 mingdan bo'ldi. 80 mingdan. Tovuqlarchi? Bo'li 70 ming. 70 ming to'g'ri. O'rdakchi? Ular o'rda o'radi. Ha, u tomon. Bo'ldi. O'rdaklar nech pul ekan tog'a? O'rdak. Ha, Nech pul? o'rda 50 ming. 50 mingdan. Oldimga to'g'ri bo'ldi bu. Degan sinfdonsiz bormi? Bul nech pul ekan aka? 250 dan. 250 dan. Tovuqlarchi? O'rdaklarchi aka? 85 ming. 85 ming. O'rdaklar nech pul ekan? 80 kam. 80 dan kam bor ekan. Nech pul berasiz? Xo'rozchi? 50 dan berasiz. Xo'roz. 200 kam bor. 200. O'g'illarchi? O'g'illar nech pul ekan? Sizdanmi tog'a? Ha, qo'yaver. Xo'roz nech pul ekan? Makonchi? Makon. Bular ham shunaqami? 50 dan kam. Bular nech pul ekan? 150 ming jupi. O'rdaklar nech pul ekan? Tuxumga kiraman deb shu paypasani yuribdi-yu bular. Qo'l nech pul ekan? Nech pulga sotildi? 500. Xo'rozlar nech pul ekan tovuqlar bilan? 80. Nimaga men qarang? Tovuq nech pul ekan? Yo'q,
80 ming. 80 ming. To'g'ri shularga. Dagi farzand qopdi. 400 ming. 500 mingdan deyishadi o'tgan hafta. Xatarlar nechi pul ekan tog'a? Qasi? Bular. Hakkalar nechi puldan so'rayapsiz? Bularchi? 50 ming. O'rdaklarchi? 70 mingdan. Musibralarchi? 100 mingdan. Xatar nechi puldan ekan? 500 ming. 500. Jupa? Rajibi 500 ming. 500 ming. Xo'rozlar nechi pul aka? Xo'rozlar? 60 ming. Kichkinalar. O'rdaklarchi? Uraveradi. Quyonlar nechi pul ekan? Qaysi kattalari 180 ming. Kattalar 180 ming. Kichkinalarchi? 180 ming. 80 ming. O'rdaklar nechi pul ekan? 120 ming ekan. Bu xo'rozlarchi? 100 ming, 130 ming. 200 ming, 130 ming. Bularchi? Xo'rozchi? 250 ming. 150 ming. Brahmalarchi? Tamalar 120 dan. 120 dan. Taqildoqlarchi? 70 ming. Bular nechi bilan tova? 200 ming kami bor. Xo'rozchi bular? Bu ham xo'roz, hammasi xo'roz. 200 mingdan kam. Xo'rozlar nechi bilan ekan aka? To'g'lar nechi pul ekan? Bularchi? Xo'rozchi? Xo'rozlar. 100. Bu nechi pul tog'a? 200 ming. 200 ming. Qo'yonlar nechi pul aka? Qaysi? Bular. Yoni ish puli. Mola 150 ming, 80 ming kami bor. Mola 40 ming kami bor. Bular kimdan ekan? Sizlarmi? Nechi puldan bular? 40 ming.